Prosta juda g'aribroq hali boqilgan xolos bu. Enasining mehri bersa bor, juda katta o'kitadi. O'ta ajoyib bo'ladi. Qarang. Bir pera. Berib katta qilib yonxonasi ekan. Oldi zo'r ekan, molda. Arqalariga qarang, tuyoqlarga qarang, zo'r oldinga qarang. Mana qarang. 23 millionga telefon qilishsin. Osin mazaq. Ketdi. 23 millionga. Akalar olib qo'ying, imkoniyatingiz bo'lsa, birpas katta o'kitadi bu narsa. Hurmatli obunachilarimiz, bugun bir noodatiy video bo'ladi. Mega arzon joyga kelganmiz. Boshladik syomkani. Hammaga assalomu alaykum, baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'pik tumani Kichik Kenagas mahallasiga kelganmiz. Akalar sotiladigan zot novvosamiz bor, u tarafda kalming novvosamiz bor. Shularni birma-bir ma'lumotini beramiz. Bugungi sanamiz 3-mart. Hammaga assalomu alaykum. Baraka bozor kanalini obunachilar. Men ertalabdan beri chorshamida tuparagan aka. Bugun siyshami. Bo'ldi. Charchamayapsizmi? Olyapsiz ro'zalar bilan. Kuzatib turgan, kulishib. Boshidan hazillarimiz nimalar bilan boshlandi. Bo'ldi. Kuzatib turgan obunachilarga hammasiga alangalik salom, musofirda yurganlarga addushi salom. Musofirda yurganlar charchamanglar. Allohdan so'ranglar, Xudo xolasa yurtimiz tinch bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Iskandar aka boshlab oldik bo'lmasa. Xudo xolasa. Endi davom etaveradi. Xudo xolasa. Qani boshladik aka. Bahor keldi, ishlar ko'paydi. Bahor keldi, ha? Shu. Xo'p, sementalimiz bor aka. Sementaldan. Bo'yini o'lchab beraymi shuni? O'lchab qo'yaymi? Toza bir o'g'in. Olib kelchimetringizda? Yo, bir o'g'inga adashasizmi? Qani ko'rakchi. Oshiq men o'lchab qo'yganman-da, chunki mol ko'rsatmaydi xolos o'zini prosta. Qani tortinchi. Mana. Aka, men nima dedim? Mel o'ngga ham olasiz, sizga gapingiz bo'lsin. Lekin mol o'zini ko'rsatmaydi. Bo'ldi aka. Nima deydi? Borsangiz nima qiladi? Ha, pisyapti. G'ovdan kelganda? Bizni foydamizga. Obunachilarimiz foydasiga. G'ovdan deysizmi? G'ovdan keldi bu firmadan. Ha. O'shali zagonda yurganda. Qani? Biz endi g'ov deymiz. Ha, endi ko'rindi. Mana. Akalar sementalimiz. Toza semental, 100 ga 100. varianti. Maza qilib akalar kelajakda yemli yonxonasi. Mana. Tem bo'lib firmadan chiqqan bo'lsa, enasi bilan birga yurgan ekanda bu aka. Enasidan ajradi, ha. Ha. Prosta juda g'aribroq hali boqilgan xolos bu. Enasining mehri bersa bor, juda katta o'kitadi. O'ta ajoyib bo'ladi. Tonna bo'ladi. Obunachilar bilib turishibdi-yu. Tonna bo'ladi, Xudo xolasa. Aka necha pul ekan buni puli? Pulimi? Qizil belkadan ekan bu. Puli ham 25, 24, 23 lar ham yo'q. Hoji aka. Hop. Bugun o'sha aytganingiz hali yonadi dedingiz, nima dedingiz? Mega nodatiymi? Mega bo'ladi. Bo'pti shunaqasi. Gapiring aka. Pulimi? 22 million so'm, kami ham bor. Hurmatli obunachilar, bitta narsa aytaman, kelgan zahotim men naqd so'ramadim-da, lekin mana molga ishqiboz bo'ldim o'zim. Mana 22 million deyapti. Kami ham bormi aka? Xayri bor deyapman. Nima deb savdosi bu, sunnat. Savdosi bor. Qancha bo'ladi aka? Aytingchi. Gapiring bittami o'zing. Chiroyli gapirolsa qani. Bitta narsa aytaman. Obunachilaringizga. Lekin bor toza narsa ekan. 21 ga bo'ladimi? 21 ga telefon qilishsa, ustiga yurganga ketdi, barakasi bersin. Mana. Jo'yib. Ana shu qizil nuqtasigacha berasiz aka. Xudo xolasa. Hozirmisiz? Xudo xolasa, ketdi nuqtalari bilan. Rosa chiroyli turibdi-da o'zi ham. Bu akalar qolib ketgan mol emas. O'z qiziq deysizmi, tezda olib qo'ying barakani qilib. Xudo xolasa. Aka katta o'kitadi buni ovoz. Tonna bo'ladi. Tonnali bo'ladi, Xudo xolasa. Bo'ldi, olib kiravering. Ajoyib. Buni qarang. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi akalar Greenfordni ham akalar g'urra bosh ekan. Keyingisi. Davom etamiz. Biz ko'pchilikka ma'qul kelishiga g'urrasi bor, tozaman deyapti. G'urra bor, toza Greenfordni, tozasi o'sha. 1.15 aka bunisi. Ha, 1.15 bo'lsa 1.15. Aka metringiz kerak emas aka. Mana metr sizga. O'z siz metr olib ketdi o'z ko'zingiz mana. Ovoz bor akalar. Hozir qarang. Bir pera. Berib katta qilib yonxonasi ekan. Oldi zo'r ekan, molda. Arqalariga qarang, tuyoqlarga qarang. Zo'r oldinga qarang. Mana qarang, jana. Bo'yindor go'shtdor xonasi. Yaxshi, korobka ham butun. Iskandar aka. Puli ham butun, Xudo xolasa. Qancha? Pulimi? Bunga ham 24, 23 ham yo'q. 23 million so'm xayri ham bor. 23 million xayri bor. Xayri ham bor. Iskandar aka, bo'yi sizga 1.80 dan baland-da, adashmasam, ha? Men bo'yim 1.80 dem. Ha, demoqchimanki, mana hozir hisobini qilib olsin obunachilarimiz. Mana. Men buni 1.15 dedim-ku. Rostdan javob chiqaveradi 1.15 aka, mana shu narsa. Xo'p, 23 dan kam bor deyapsizmi aka? 23 yarim. Ha, 20 yo'q. Siz ziyoningiz ishlayapti aka-da? 23 dedingizmi? Ha. Ketdi savdo sunnat. Mendan o'tib ham beraman. Qancha o'tib berasiz aka? O'tib ham beraman. Telefon qilsin, Xudo xolasa. Bo'ldi gap yo'q. Demak, akalar 22 million 500 ga opqosiz bo'lashiga turishidan. Mana. Janavar. Iskandar aka, lekin bitta narsa aytaymi? Voy janavar. Puli vaqt yo'lda chiqdi mana shu. To'g'ri? O'ta yo'lda chiqdi. Aytaman 23 million so'mga bir narsa o'tib beriladi. Savdo sunnat, xayri bor.
Aka sizga aytyapman, har hafta chiqarib turing. Bo'ldi, xudo xolasa. Bu ishlash kerak YouTube'da aka, mana Endi ketib qolyapti-da, nima qilay endi? O'shani tezroq chaqirish kerak. Zo'r aka mana. Hurmatli obunachilar, narx zo'r bo'ldi, sifati ham zo'r bo'ldi shunga yarasha. Urra boshda. Mana qarang. Menga qarating. Mana. Mana. Ajon. Turishini ham qarang, turularini qarang buni. Tumshuqlarni top-toza. Bo'lgan ovozimizni olib chiqishdik akalar. Gibridiga. Gibrid bu so'ragan. gibrid. Gibrid bu. O'zimizning ovozlar, lekin bu, o'zimizning ovozga zot qo'yganmi? Rossiyskiy parodaga o'sha nima qo'ygan? Bo'ldi. Angusto qo'ygan. Janavar. Xotirib bering aka. Tursin bir yerda. Mana. Bu ashna tursin. Xo'p, akalar 1.20 novosimiz bo'yi taxmin etdim. Xo'p, gazlari uzun, O'ta ayollari qolgan narsa. butun. Endi bu novos yemga akalar, sirazi yemga. Xudo xolasa. Chunki bo'yi ko'taradi akalar. Novos katta. Yishi ham o'ta ajoyib. Tekshirib qo'ydingizmi aka? Ha, yishlar tekshirilgan. Uchovniki behajolat tekshirilgan. To'sini ham baquvvat ekan-da, bildingizmi? Baquvvat narsa ekan. O'sha zotga smeshina bo'lgan to'g'ri ekan-da. Shetiga bitta o'ta anaqa qoraymi? Qani eshitdik. Hali mega dedim. Yana bitta mega qo'shilib ketsinmi? Qani, kechki bozor. 22 million so'm bersin Ana shetiga. bo'lmasa 22,5 million. Xayri ham bor. To'g'ri qiling aka. 22 million so'mmi? Hozir qarang. Simental, Greenford buni bitta qo'shib yuborishadi turish. Gibrid uchovini bir joyga olganga. Gapni eshitdim. Hop. Uchovini bir joyga olganga. Ana bo'lmasa, qarang. Qarang. 22 ga 23 million dedimmi? Aha. Ha? Ha. 45 millionga, Hop. bunisi 22 ga. Ha. Qancha bo'ladi? 67 million bo'ladimi? 67 million bo'ladi. 66 millionga ketdi uchov. 65 million. qilib yuborganingizni shov ketardi aka. Ana. Alloh barakasini bersin. Bor baraka. Qaytish yo'qmi? Qaytish yo'q. Telefon qilsa sotildi. Birinchi telefon qilgan odamga sotildi. 65 ga? 65 ga uchov bir joyga ketdi. Yoshi zo'r bo'ldi. Bosib yuborish kerak akalar. Bo'ldi, qo'lda ko'tardim aka. Uchala novosimiz akalar 65 millionga. Men siz kelmasingiz oldi aytganman. Narxlar o'ta naqa bo'ladi ekan. Bo'ldi gap yo'q. 3-mart 2026. Instagramga qo'yib yuboraman. O'sha videoni boshida aytganimda akalar 3 ta kalmigimiz bor. Bunisi Greenfordga smeshina ekan kalmigimiz. Shunaqa, ha, bunaqa. Adilar u shunday kalmig. Ikkovi toza kalmig, ha. Bo'ldi. Gazlari uzun. Pullari ham xudo xolasa, yengil a? Yo'q, hali oldi qochdi gap yo'q. Ha. Xudo xolasa bu o'zingiz ko'rdingiz mana kelgan jarayonni ham. To'g'ri prямо dehqon uydan zagondan. To'g'ri akalar. Zagondan ushlanib olib kelindi. O'sha bir nima bo'ldi bularda? Qo'yavering endi. Endi bular akalar haqiqiy nimasi bo'ladi? Zotli ham yovvoyi bezon variantlarda bular. Ikkovi endi kalmik. Misol uchun Farg'onada syomka qilganman, kalmikni 960 kilo chiqqan syomka qilganman. O'sha kalmik edi. Akalar bu novosi yaxshi semiradi. Xudo xolasa. Barakasini bersin. O'sha arqonga baylaverasiz bularni. Ha, shu. Endi uncha sal hozir beladi-ku, turishni bilmayapti, ko'ryapsiz-ku. Greenforddan yechaymi? Greenforddan. Endi arqonda yurmaganligiga boryapti, xolos bular. Lekin narxi arzon aka buni. Ha, xudo xolasa narxi arzon. Bo'ldi, olib chiqing. Yaxshi, arqonda hali qilmayapti, urganda sal. Arqon turgan deyapsiz-ku. Lekin dehqonlar prямо keldi. Bular prямо keldi. Buni uncha arqonda turgan, ana ikkovi. Iskandar aka mashina ba'dan keldi. Anasi bo'sh edi lekin, ana ikkovi. 1.25 gacha qiynalsa kerak-a bu yer. 20 ga olishaversin mayli. Qanchaga? 20 ga olishaversin. 20 ga olishaversin. Yashasin. 20 ga olishsin mana. Aka, mana shu kalmikka necha beramiz? Bunisigami? Bu Greenford bilan smeshina 100%. Shunaqa. Bungami? Ha. 24 berishsin, xayri ham bor. 24 million so'm. Xayri ham bor. Iskandar aka, bitta gap aytaymi? Ha. Mo'ladi mega qilib yordingiz-da, obunachilar bilib turibdi. Mana shunga 23 bersang nima bo'ladi? Qaysisiga? Mana shu birinchiga. Shu ham o'shanda mega bo'ladimi? Mega bo'ladi. Sizni ko'nglingizdagi ish bo'ldimi shu? Mol katta ekan. Ha? Ha. Sizga ko'rinmay turadi. 23 millionga telefon qilishsin. Osim mazaq. Ketdi. 23 millionga. Akalar olib qo'ying, imkoniyatingiz bo'lsa, birpas katta ketadi bu narsa. Mana qarang, turishni janavarni qarang. Aka, yem bermabdi egasi? Yo'q. Yem bermabdi. Uncha bermagan. Lekin uni eko zagonda yurgan, bu juda belov turgan uncha-muncha. Ha, bo'ldi. Gap 3-mart 2026. Yo'q, aka. Yo'q, nima emas, qiynamaydi. Prosta bular jinni hurkiydi ekan odamlar. Shu bu suzmaydi. shag'i bor ekanda. Bular tabiatan akalar nimasi bo'ladi? Yovvoyi tabiatda katta bo'ladi bular. Mana, qarang. Ana shu molizamchi aka, yem yesa rosa o'ng'algan xonasi ekan. Modi bo'yi 1.25 ga qarab ketdi bunisi endi. Kattaroq ekan akalar. Bu qora bilan bir xil turibdi. Yaxshi. Bunga necha beramiz? Aka. Bunisigami? Ashga ham baylavering buni. Mana. Ha, osonroq bo'ladi. Iskandar aka. Mana belab qo'y. Bunisiga katta ekan lekin. Unga qaraganda kattaroq ekan. Kattaroq. Bunisi kattaroq ham gazdorroq. Oyoqlarigacha polvon narsa janavar.
25 milyon bersin. Ulan. 26 yo'q, yo'q, 25 ham yo'q. Nima qilmaydi Iskandar aka? Nima 25 ga baland. 25 Nima ga deydi? baland. So'raydi endi Yo'q, 25 million so'm to'g'ri. kami bor. Bunga ham 500 ming qo'shib bermoqchi edim. Mana bu. Buni undan kattaligi uchun 500 ming qo'shib bermoqchi. Qancha 24,5 mi? 23,5. 23. 24,5 heyri Aka bor. eti bo'lganda aka mana 30 ham Bo'ldi. urardi. 24,5 heyri ham bor. 23,5. 23,5 ga ketdimi? Ketdi. Alloh barakasini bersin. Olsin, maza. Siz xursand bo'ling. Chetiga. Sen ko'ngildan xursandmiz. Akalar katta narsa. 23,5. Qo'ying bahsga tushun. Endi qorasini eti yaxshi ekan. Birinchi endi ko'rdim. Ha, bunisi Angusga o'xshab qolgan janavar bu. Olib chiqingchi. Mashka ham olib chiqaring yoniga. Mana akalar. O, sirg'alarim turibdi-kanda. O'sha sirg'alar turibdi. Ha, gap yo'q. Skrinshotlari bormi? Shunaqalar bor ekanda. Tortinch. Mana. Ha, dadal ekan bunisi aka. Ajoyib. O'ta Angusga o'xshab ketadi, qarang, oyoqlari ham. Hurmatli obunachilarimiz, imkoniyat bo'lsa, olib qo'ysa bo'laveradi. Bog'lovga urgangan hisobda endi bular. Baraka bu, o'zi asli. Yo'q, bog'lovga urgangan narsalar bular. Ha. Xudo xolasa. Qani. Ajoyib. Mol katta ekan. Iskandar aka nechi pul endi? Uchalasiga bitta gapirib qo'yasizmi aka? Uchovgami? Ha, bir Ha? ajoyib bo'lardi, ha. Shu uchov 23,5 dan ketdi. Meyda chudasi ham yo'q, boshqasi yo'q. 23,5 o'shanda bo'ladi. 23 dan bo'lganda 69 69 bo'lardi. Ketdi 69 ga. 69 millionga? Ishqibozga aka, keng. 500 bilan boyib qolmaysiz aka, keng mana qo'l. Yo'q, 69. Lekin dehqon mazaqisi, mana qo'lni qaytaraman. Yo'q, 23,5 dan bo'lsa, Ha. 23 dan bo'lsa 69 bo'ladi. Ha? 23 dan bo'lsa 69 bo'ladi. Hop. Yarimlarni qo'shsangiz 70 million 500 ming bo'ladi. O'shani aka etmayapti. 70 million so'mga ketdi. Nima qilmaysiz aka? 69 milliongami? Olsin mazaqisi. Ha? Ha. Xudo xolasa ketdi, baraka Gap. bersin endi. Buga Endi hamma nima gapga deydi ha endi? deyapsiz aka? Yana nima deydi endi? Iskandar aka? Yaxshi. Maqsad sotish ekanda. Maqsad sotish, reklama emas, bilasiz. Sizga ham Maqsad sotish. tortishmayapti. Bo'ldi Iskandar aka, novosadi syomka qilib oldi. Hurmatli obunachilarimiz, imkoniyat bo'lsa bosish kerak, chunki olgan narsa qolyapti joyida. Bo'ldi aka, YouTube'ga qo'yay. Mana, janavarni qarang. Tana joni sog'lom. Ayollar yurishi, stakan. Bo'ldi aka. O'chirdim.